Mana azizim, sizga aytgan syurprizim. Juda qiziqtirding-da Soliha. Nima ekan u? Endi ayta qol. Men homiladorman Shohruz aka. Siz yaqinda ota bo'lasiz. Rostdanmi Soliha? Bu juda ajoyib syurpriz-ku. Jonim, hammasi biz xohlagandek bo'lyapti. Sen xohlagandek dizaynerlarni olib kelamiz. Hammasini sen xohlagandek qilamiz. Seni tinim bilmay mehnat qilib ishlab menga yordam berganing uchun senga rahmat. Sen bo'lmaganingda tan olish kerak, men bir o'zim bunchalar tez yutuqlarga erishmasdim. Jonim, juda ham xursandman. Tez orada farzandlarimiz bilan shu uyda mazza qilib, baxtli yashaymiz. Soliha, yaxshi dam olib turdingmi azizam? Rahmat, yaxshi. Kechasi kech keldingiz. Qayerda edingiz? Ishlarim bilan yurgandim. Shu kunlarda ko'p tergiydigan bo'lib qolding. Unday emas. Aslida siz o'zgarib qolgansiz. Ko'p gapirma. Undan ko'ra